Vo, mashina ekanda. Anaqa motor shuning uchun katta ekan, buni motori. Buni ob'emi qanaqa? Lipoy plastmassanimi yoki? Ha, lipoy plastmassa. Endi bu tomondagilar nima aka? Bular shola apparatlar. Shola nima? Sholani chiqarib, guruch chiqib beradimi? Guruch holatiga keltirib beradi. Bunimiz endi yangilik o'zimiz zakaz qildik. O'zimiz patentlab shu rangda anaqa qildik, zavodga zakaz qildik. Bu raketalar bilan komplekt holatda. Narxlar necha bo'lib chiqadi bular? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijondamiz, ya'ni Andijonda Oltinko'l tumanida agro texnikalar bo'yicha aynan bu soha bo'yicha sizlarga videorolik qilmagan ekanmiz avval. Bu videomiz davomida sizlarga barchasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Azbek aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, sizlarda aynan agro texnikaning qanaqa turlari bor? Hop, bizda sholi chiqarish, un bug'doy un tayyorlash va drabelkalar. Aynan mana shu soha bo'yicha zapchastlari va qo'shimcha texnikalari bor. Barcha texnikalari bor. Demak, bir chekkadan boshlaylik. Bu tomondagilar nima hozir? Bular drabelkalar. Har xil turdagi. Bu ham endi bu drabelkalar bildim. Bu ham drabelkami shunda hozir? Ha, hammasi drabelka. Bu drabelka o'zi so'rib vakuumga tashlab beradi. Mahsulot so'rib oladi o'zi. Tayyor mahsulot bu yerdan vakuumga tushadi. Qopga tushib yorar ekan. Ha, qopga to'g'ri tushadi. Xo'p, bunimiz anaqani Makkani mardagidan ajratib beradi. Narxlar qancha buni? Narxlarni aytib bersangiz bo'ladimi? Dollarda aytaverasiz. Chetdan kuzatuvchilarimiz bor. Bunimiz $1100. Bunimiz $380. Bular motori bilan kichkinalar. 220 ga ishlaydi. 220 ga. Deydi 2-3 kW motormi shunda? Ishlaydi bunlar. Bu ham endi drabelka, buni bilasizlar. Endi bu tomondagilar nima aka? Bular shola apparatlar. Shola nima? Sholani chiqarib, guruch chiqib beradimi? Guruch holatiga keltirib beradi. Sholani. Nechaga ishlaydi bu? 380, 220? 380. 4 kW motorga ishlaydi. 1,5 tonnagacha mahsulot chiqarib beradi. Qo'ying. Bu shunaqa endi buchi, yo bu ham bir xilmi? Bir xil почти. Bir xil. Narxlari qancha buni? Bunimiz $1900. Bularimiz $2000. Nima farqi bor u bilan buni? Bu ham rezinka, ham chugun val. Pastda chugun val joylashgan, tepada rezinka. Bu rezinkani o'zi. Qo'shimcha endi. Qo'shimcha vallar bilan, Bu ham bir xil. Bu ham почти bir xil, Ular hammasi o'zi почти bir xil, razmerda sal farq qiladi. Asosiy farqi ob'yomida farq qiladi, xolos. Eng arzon necha pul bunaqalardi? Eng arzoni $1000 dan boshlanadi. $1000 dan. Buchi? Bunimiz yangilik bo'lgan, hozirgi kunda endi trend bo'lib turgan stanogimiz qumvallik. Mana va qo'yib qo'yganmiz alohida. Qo'yil. Nima afzalligi bor bu nargi vallardan buni? Buni artish anaqasi ancha yaxshiroq. Yaxshiroq. Sifati rezinkadan ko'ra bu yaxshi. Ba'zi rezinkani ham qo'shib qo'yishadi. Rezinkadagi bunga solishadi. Asosan hisobidan bu hozir ommalashib turibdi anchagina. Buni ham shu tonnasini aytib o'tasiz, 1,5 tonna. Bu kunlimi yo soatlimi? Soatiga. Soatiga 1 tonna, 1,5 tonna atrofida chiqarib bera oladi. Bu ham endi ob'yom anaqa ishlatishiga qarab to'g'rimi? Ha. Tushunarli. Bular narxi qanchadan chiqadi? Qumvallilarni. Bunimiz $2300. Bunimiz $2900. 2900. Val razницasi mana katta kichik bu. Bir xil narsa, faqat razmerda bilsa bo'ladi, mana katta kichik. Ob'yom shunga qarab oz ko'p chiqaradi. Bularchi? Bu o'sha boya aytganimiz $1000 eng arzoni. Rezinkani o'zi. Aytganimiz arzon variant. Ob'yom ham kichikroq. Ha, ob'yomi ozroq. Tushunarli. Bu yog'i drabelkalar. Bu ham drabelka. Bu nima drabelka qiladi? Bu universal drabelka, ham poyani, ham makkani mardagini yoki donni o'zini chiqaradi. Maydalab beradi. Tushunarli. Bular ham shunaqa? Bular hammasi xillari. Biz endi bu yerdan chiqarib beradimi nima? Ha, tayyor mahsulot bu yerdan chiqadi. Solinadi. Tagini o'tib tortib beradi vakuum. Ventilyator otib beradi. Bunimiz endi yangilik o'zimiz zakaz qildik. O'zimiz patentlab shu rangda anaqa qildik, zavodga zakaz qildik. Bu raketalar bilan komplekt holatda. Narxlar necha bo'lib chiqadi bular? Bular $700 dan boshlab $1650 gacha bor. Hali juda ko'p drabelkani. 220 ga ishadimi, 380 ga? 380 hammasi. Hammasi 380. 7,5 kW dan tortib 22 kW gacha ketadi motorlar har xil. Bular ajralib turgan bunisi, bu chugunvallik. Polnis chugundan qilingan quyma. Afzalligi tovushni kamroq chiqaradi. Bularga nisbatan afzalligi shunda buni. Ovoz kamroq. Ovoz kamroq beradi. Bu nima? Bu xamir qorigich.
Ha, novvoylarga. Novvoylarga 50 kilolik. Bu asosan qattiq xamirlariga, patir nimalariga bo'ladi. Ha, qattiq. Bu necha pul chiqadi narxi? Bunimiz $750. 750 dollar chiqadi. Bu ham shu motor 220 mi? 220. 220 ishlaydi. Bu nima bu? Sentrifuga o'xshaydi ekan. Bu narsamiz shol apparatniki guruchni ajratib beradi nimasini. Sortini ajratib beradi. Ha, maydasini, ya'ni bo'linib ketganini отдельный, yirik xilini отдельный qilib beradi. Ha. Mana shu aylanadi men shu. Shu aylanadi. Motorlar komplekt holatda. Bu ham 280. 220. Ha, 220. 220 bo'lsa zo'r. Narxi necha pul chiqadi buni? 4400 dan chiqadi narxi. Narxi 4400 dollar. Buni ob'yomini ham qiziqtiradimi? Buni oladigan odam qanaqa bo'ladi? Qiziqadi albatta. Bir tonadan oshiq. Bir tonadan oshiq ob'yomi bor. Zo'r. Bular ham drabilka bo'lsa kerak. Bular ham drabilka. Bu drabilkamiz asosan donni maydalaydi va shakarni ham pudra qiladi. Asosiy kukuruzchilar o'sha pudrachilar oladi. Ha, buni ham katta kichigi bor. Bor, ha, kichigi katta. Bunga telefon qilsanglar bo'ladi. Narga pechni chiqaradigan pech. Ha, pech bu, duxovka. Gazlimi, to'klimi bu? Bu to'klik. To'klik, ha? Yo'q, gazlik. Bu gazlik, uzr. Gaz to'kilishga, gazliga qo'ygan. Narxini ham yozib qo'yibsizlar. 1700 dollar. 1700 dollar. 9 listlik deyiladi, 9 ta listlik. Zo'r, tushunarli. Pechni chiqaradigan olishadi. Keyin aynan bo'ladi zapchastlar bu tepada o'zingizlarda bor. Asosan hamma zapchast. Men o'zimiz olib kelgan stanoklarda zapchastlarni olib kelganmiz. Uskunalik muammo bo'lmaydi, chunki falon pulga olgandan keyin ertaga zapchastga borib to'kirga asad degan narsa bo'lmaydi. Bizda olgan bo'lsanglar, albatta anaqasi bo'ladi, ehtiyot qismlari. Bo'ldi. Bu necha yildan beri shug'ullanasiz aka bu sohada? 96 ni oxirlarida boshlangan. Dadam boshlaganlar. 30 yil bo'lganmi? 30 yil qo'yib. Shuni qiladi. Ha, salkam shunaqa. Salkam 30 yil qo'yib. Bu nima aka? Bu narsamiz guruch toshini terib beradigan uskuna. Ha, guruchda tosh bo'lib qoladi, terib berar ekan. Asosan uni nimaga? Samovarlarga guruch beradiganlar oladi buni. Tayyor guruch berish kerak-ku. Soatiga 200 kilo chiqaradi. Zo'r. 220 ga ishlaydi bu ham. 220 ga ishlaydi. Bu nima aka? Bu plastmassa maydalaydigan. Vo, mashikanda. Anaqa motor shuning uchun katta ekan-da, buni motori. Buni ob'yomi qanaqa? Lipoy plastmassanimi yoki? Ha, lipoy plastmassa. Rezinkani maydalanmaydi lekin. Rezinka qiyin bo'lsa kerak. Plastmani ham suvayda ham maydalashadi. Suvayda? Ha. Narxi necha pul chiqadi buni? Narxi 2000. Narxi 2000 dollar chiqadi. 2000 dollar chiqadi. Narxini dollarda aytib o'tganimiz sababi biz Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma joydan ko'rishadi. Umumiy tushunishib olishligi uchun dollarda aytamiz. Lekin siz so'mni ham savdo qilaveradi kelib, yana so'm beraverasizlar. Faqat umumiy tushuncha hosil qilish uchun sizlarga dollarda aytib o'tyapmiz, buni to'g'ri tushunasizlar. Keyingisi nima aka bu? Vakuumli narsami ekan? Bu filtr. Moy filtr. Yog'ni filtrlaydi. Ha. Asosan. Asosan yog' shu anaqadan olar ekanda. Zo'r. Buni narxi qancha? Hop, buni narxi 2200 dollar. 2200 dollar. Ha, shu yog'larni filtr qilib beradi. Ha, bu nima aka? Bu guruchni toshini teradigan, sholini to'g'rirog'i, katta ob'yom zavodlarda bo'ladi. Vakuumli ekan-da. Biz asosan o'sha guruch zavodlarini отдельно olib keldik, alohida qilib. Chunki zavodni olishga hammani qurbi yetmaydi bizning sharoitda. Shuning uchun alohida kim nimani zarur ko'rsa shu narsani oladi. O'zi asli bu zavodni liniyasida bo'ladi. Biz shuni alohida olib keldik. Ha, zavod liniyalarida, ya'ni aynan mana shu sohaga oid bo'lgan liniyalar sizlar bo'lib olib kelib berasiz. Sekin-sekin olsa bo'laveradi. Ha, olib kelib qo'ydik. Kim nimani zarur desa olaveradi, sharoitga qarab. Endi bu sohada yurgan odamlar, misol stanogini yangilamoqchi bo'lsa ham yoki bo'lmasam qanaqadir liniya zakaz qilsa ham, demak sizlarda niqalar bor, olib kelib berasizlar. Bu Xitoydan keladimi, qayerdan keladi? Xitoydan keladi. Xitoydan keladi. Bu nima aka? Bu separator. Bu ham guruchni sortini ajratib beradi. Ha. Endi buni turlari ko'p ekanda, nimaga bu? Turlari ko'p, shunaqa odamlar har xilini olgani uchunmi? Bu 6 etaplik, 6 kassetalik deyiladi. 6 xil anaqada chiqadi. Ajrab, sorta chiqadi. O'ta maydasini ham отдельный qilib chiqarib berar ekan. Tushunarli. Bu nima aka? Bu ham asli shundan anaqa. Guruchga oid. Ha, guruchga oid. Bu ham yangilik, oxirgi kelgan narsalardan. Mana shu setgan razmerlari mana. 3,5, 3, 2,6, 2,2. Yana ikkita zapasi ham bor. Ha, metan bo'shatar ekan. Ha. Tushundim. Shuni ajrab o'tib orqadan chiqadi. 4 xil guruch chiqadi. Ajrab. Aka, endi sizlarda joylarga kelib olib ketsa ham bo'ladi. Manzil qanaqa tushuntiramiz?
Andijon viloyati Oltinko'l tumani Andijon shahridan kelish qanaqa 36-postdan o'tganda nima deyiladi bu yer? Eski raypo deyiladi. Eski raypo. Uzoq joydan kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiya tashlab berishadi. Kelib ko'ringlar, holat ko'rib, aynan shu sohada yuradigan odamlarga yana mayda-chuyda narsalar ham bor. Videoni cho'zilib ketmasligi uchun qisqa olyapmiz. Telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda bundan tashqari frezerlar, ya'ni marojniy apparatlarda zapchaslari ham bor ekan. Har xil turdagi, ya'ni eng ko'p ketib qoladigan narsalarni olib kelib qo'yishgan. Va shalakablok sezoni mana boshlanyapti. Shalakablokda ham qolipdan tashqari bo'lgan mana shunaqa zapchaslarini ham topsanglar bo'ladi. Andijon shahri tomonidan kelish 36-postdan, ya'ni Kurukdan o'tib Oltinko'l tomonga ketish. Imax Mebel'da yonida Mill from China. Shunaqa agrotexnikalarni Xitoydan olib kelib berishadi va o'zlari nalichida ham bor. Mana shu yerga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.